AQSh aeroportlarining birida jurnalist so'rovnoma o'tkazmoqda. Siz uchun eng dahshatlisi nima? deb qo'yilgan savolga hamma turlicha javob beryapti. Kimdir urush desa, yana kimlardir zino, qiyomat, kasallik deb javob berishar edi. Shu vaqt aeroportning kutish zaliga do'ppi kiygan oq yaktakda bir mo'ysafid kirib keldi. Uni ko'rgan jurnalist unga yuzlandi va darhol boyagi savolni berdi. Siz uchun eng dahshatlisi nima? Mo'ysafid savolga savol bilan javob berdi. Sen kimsan? Anjelika Uilyams. Yo'q, bu ism. Sen kimsan? Jurnalist. Yo'q, bu kasb. Sen kimsan? Ingliz. Yo'q, bu millat. Sen kimsan? Odamman, dedi jurnalist. Mo'ysafidni jilmayganidan quvonib, to'g'ri javob berdim, deb mamnun bo'lib turgan jurnalistga Mo'ysafid dedi. Eng dahshatlisi bu o'zingning kim ekanligingni va nima uchun yaralganingni bilmasligingdir.